Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchangizga boshlangan hafta barakotli kelishini tilagan holatda bugungi suhbatimizga kirishamiz. Bugun so'zlashadigan hikmatimiz quyidagicha. Ilmning avvali sukut, so'ng eshitish, so'ng yod olish, so'ng amal qilish, so'ng uni tarqatish. Bu hikmatda ilm olish tartibi juda go'zal suratda bayon qilib berilgan. Agar siz bilan biz ilm o'rganuvchi insonlar mana shu tartibotga amal qiladigan bo'lsak, ilm olishda katta muvaffaqiyatlarga erishamiz. Ilmning avvali sukut deyilyapti. Demak, ilm olishni boshida sukutga diqqatimizni qaratishimiz kerak ekan. Ustozimiz aytardilar. Biz ustozlarimizni yoniga kirgan paytimizda baliqqa aylanib qolardik derdilar. Baliqdan murod shuki, har bitta shogird ustozni oldiga kirganda umuman ortiqcha gap so'zlarni ishlatmasligi kerak ekan. Biz ilm o'rganuvchi yoshlarni ayni fojiamiz mana shu yerda deb o'ylayman. Biz aynan sukut saqlashni bilmaganimiz uchun ham ba'zida ilm olishda qiyinchiliklarga duch kelamizmi deb o'ylab qolaman ba'zida. Chunki dars davomida juda ham ko'p keraksiz gaplarni qo'shamiz. Har bitta ustoz shogirdlariga ilm berayotgan paytida qalbidan gapiradi. Ustozi berayotgan ilmi, gapirayotgan so'zlari tinglovchilarda nasibasi bo'ladi. Ustoz ilhom bilan shunday siz bilan bizni qalbimizni holatiga qarab gapirib turgan bir paytida bizni qo'shayotgan ortiqcha gaplarimiz ularni chalg'itishi mumkin. Natijada ular bizga yetkazishi kerak bo'lgan ilmni, ayni ilmni biz ola olmay qolishimiz mumkin ekan. Shuning uchun ham har bir shogird avvalo ustozini yoniga kirar ekan, tilini qattiq ehtiyot qilish kerak ekan. Agar o'tmishdagi tolib ilmlarda hayotini o'rganadigan bo'lsak, ustozlaridan savol so'rayotgan paytda ham vaqtini topib, ustozidan ruxsat so'rab, ana undan keyin savolini berganligini ko'rasiz. Demak, muvaffaqiyatli tolibi ilmlar, ilm o'rganishda ko'p muvaffaqiyatga erishgan insonlarni hayotiga qarasangiz, hammalari avval boshida sukutni o'zlariga xulq qilib olishgan ekan. Ana undan keyin ustozni diqqat bilan eshitish kerak. Jim turgan holatda, sukut saqlagan holatda har bir so'zini diqqat bilan eshitish kerak. Bir ustozimiz aytgandilar, biz darsda o'tirgan paytimizda ustozimizni har bitta so'zini yodlab qolishga harakat qilardik derdilar. Ana undan keyin dars tugagan paytida to uyimizga yetib borgunimizcha shogirdlar bir-birimizga gapirib berib ketardik. Birinchi bir shogird boshlardi gapni, ustozimiz so'zni boshlagan paytidan ma'lum bir nuqtasigacha gapirardi. Ana shu joydan ikkinchi shogird boshlardi. Undan keyin uchinchi, mana shu tartibda ustozni gapirgan so'zini qaytadan gapirib berardik. Agar ustoz gapni orasida yo'talib o'tib ketgan bo'lsa, ana shu yo'taligacha gapirib o'tilardi deb aytganlarida men qoyil qolgandim. Mana ilm o'rganuvchi qanday bo'lish kerak? Ustozni har bir so'zlarini diqqat bilan eshitib, hattoki bir nuqtada yo'talgan bo'lsalar, ana shu yo'taligacha yodlab qolishgan ekan. Ana undan keyin uni yod olish qismi keladi. Jim turgan holatda ustozni tingladik. Ana endi bu eshitgan narsalarimizni yod olish vaqti keldi. Ajoyib bir hikmatni eslataman shu o'rinda. Eshitgan, o'qigan narsalaringizni eng yaxshilarini yozib qo'ying dedilar. Yozgan narsalaringizni eng yaxshilarini yodlab oling. Yodlaganlaringizni eng yaxshilarini boshqalarga ulashing dedilar. Qarang, albatta eshitgandan keyin eng yaxshi joylarini yodlab qolish ko'zda tutilar ekan. Uyga borib darsni takrorlaymiz, yodlaymiz va uni amaliyotiga kirishamiz. Aytaylik, dars davomida ustozimiz bizga nimaiki hikmatlarni tushuntirgan bo'lsalar, albatta uni amaliyotini qilishimiz kerak, chunki ilm amal bilan go'zaldir. Ilm qachon foyda beradi? Qachonki unga amal qilinsa. Men bir gapni ko'p takrorlayman. Facebook sahifamni kirish qismiga mana shu so'zlarni yozib qo'yganman. Har doim Facebookka kirsam, birinchi mana shu so'z ko'z oldimdan chiqadi. Shunday yozilgan. O'qigani ilm emas, manfaat bergani ilmdir deb yozib qo'yganman. Qaysi ilm manfaat beradi desangiz, amal qilingan ilm manfaat beradi. Kitoblar o'qiymiz, ustozlarning darslarini tinglaymiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar xudoga shukr juda zo'r rivojlangan. YouTube orqali, Instagram orqali, Telegram orqali ko'p ilmlar olamiz. Lekin bu ilmlarning hammasi ham foydalimi? Yo'q. Ilm amal qilinsagina foyda beradi. Agar amal qilinmasa, balki zarar berishi ham mumkin. Chunki biz bir ilmni o'qimagan edik, uni bilmas edik. Ana shuning uchun ham bu jihatdan uzrli bo'lishimiz mumkin, chunki inson o'zi bilmagan narsa uchun ma'lumot qilinmaydi. Lekin bir ilm bizga bildirilgan bo'lsa, endi unga amal qilmaslik bizga ziyon yetkazadi. Chunki bilib turib amal qilmaslik
Bu juda ham yomon holat. Demak, eshitgan va yodlagan ilmlarimizni amaliyotda qo'llashimiz kerak va uni tarqatish. Mana shu ilm olish tartibi bo'lar ekan. O'zimiz amal qilgan ilmnigina boshqalarga ulashar ekanmiz. Amal qilmasdan shunchaki yodlab olganimiz yoki birovlardan eshitib olganimizni gapirsak, bu beta'sir bo'lar ekan. Bizni tinglagan insonlar hech biriga bundan manfaat yetmas ekan. Nimaga deyiladigan bo'lsa, ilm amal qilingan holatda gapirilsa, u ta'sirli bo'ladi. Hozir men sizlarga umuman o'zim amal qilmagan va hayotimda umuman sinab ko'rmagan texnikalardan 100 tasini kerak bo'lsa gapirib berishim mumkin, lekin hech biriga amal qilmaysiz. Lekin bittagina kuchsiz texnikani bo'lsa ham men hayotimda qo'llab, ana undan keyin sizga tushuntirib bersam, bu sizga qattiqroq ta'sir qiladi. Gaplarimiz ta'sirli bo'lishi uchun, biz tarqatayotgan ilm boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun avvalo o'zimiz unga amal qilgan bo'lishimiz kerak ekan. Bu juda go'zal hikmat. Bu hikmatni amaliyotga qo'llash vaqti keldi. Demak, agar biz ilm olishni boshida bo'ladigan bo'lsak, ustozlarning yoniga borganda sukutni lozim topaylik, ustozlarni diqqat bilan eshitaylik, eshitgan narsalarimizni imkon qadar zehnimizda yodlab qolishga harakat qilaylik, ana undan keyin uni amaliyotiga kirishaylik. Buni amaliyotiga qancha vaqt ketadi bilmadim. Balki bir haftada hayotimizga joriy qilarmiz. Balki bir oy ketar, balki bir yil ketar. Qachonki hayotimizga joriy qilganimizdan keyin uni boshqalarga tarqatsak, ana unda gaplarimiz ta'sirli bo'ladi. Mana bu qoidaga amal qilishni barchamizga nasib qilsin. Bu o'rinda gapirib o'tilgan gaplar avvalo o'zimizga nasihat bo'ldi. Bundan o'tib kimlargadir foyda keltirsa, biz o'shanga xursand bo'lamiz. Duolaringizdan umidvormiz. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.